Har bir inson ko'rish shart bo'lgan tezlik haqidagi top 10 ta filmlar. ITV reytingi bo'yicha 10-o'rin Taksi filmining barcha qismlari. Fransiya kinoijodkorlaridan hech qachon eskirmaydigan komediya. 9-o'rin Need for Speed. Tezlik va g'alaba ishtiyoqi qanday bo'lishini his qildiradigan film. 8-o'rin Poyga. James Hunt va Niki Lauda Formula 1 poygasida ikki murosasiz raqib. 7-o'rin Senna filmi. Poyga yo'llarida haqiqiy mo'jizalarni yarata olishni bilgan Ayrton Senna haqidagi ajoyib film. 6-o'rin Farsaj filmining barcha qismlari. Bu filmda oila har narsadan ustun. 5-o'rin Gran Turismo. Yan Mardenboro, Jake Salter va Danny Murlarning o'z tarixini yaratganligi haqidagi ajoyib film. 4-o'rin Uddabron bolakay, ya'ni Malish na Drive. Kuchli uchtaligimizni Death Race, ya'ni Smertelniy gonka filmi ochib beradi. Jason Statham ijrosidagi O'lim poygasi. 2-o'rin Formula 1 filmi. Brad Pitt ijrosidagi Formula 1 sportining ajoyib yoritib berilganligi haqidagi film. Va 1-o'rin Ford Ferrari'ga qarshi, ya'ni Ford protiv Ferrari filmi. Carolla Shelby va Kenny Miles mutlaqo yangi sportkarni qanday yaratishganligi haqidagi ajoyib film.